İşğanlığındaki gulbusu satamsam, mana gulbusunu əkeldim. Ala vallah. Mana çoğunu alamsız, oturançtımı, kiçiknimi, hemmisi ba, asıdaki seyri qaruğa esip koydum. Emdi bu yerki bu gulbus bizning yer şarını düşünüşümüz ve yer şarını ballarımızga, balam yer şarı degan mandaq narsa jumu deb tushuntirishimizdagi eng yaxshi, eng azan, eng unumlik bir qoral bu. Mesela ben burun mektepte o'qiyotgan vaqtimda bir muallimlar, coğrafiya verdigan, tarixga ma'lumlar aytib ko'rsatdi bizga. Ballar mana yer şarı degan mavu 7 qit'a, 4 okyan, ma shimal qutb, ma janubiy qutb desem, men havas qilib ketadim. Mening birisi bo'lgan bo'lsa uyga ep qo'ysam deb. Endi shu vaqtdagi bizning turmush saviyamizda ep etgan vaqtda sal ortiqcha qimmat bo'lsa kerak. Oilalarda asosan yo'qdi bu. Başta muallimlarda, bir boshliqlarning ishxonasida ko'rdik. Men qo'limda etganim dili majlisga, tordan bir narsa suhbatga bak qaraymiz. Dilining ishxona buyumlari, o'quv buyumlarini burun ep baqqan bo'g'aytinglar. Bularning nurg'un maslahatlar va to'g'risida bu ko'n bir pimpay, o'ziga tunishliq marka bu. Suhbat jihatda ishonsak bo'ladi. Endi shuning uchun buni bolalarimiz bir o'yinchoq ma'ni o'rganadigan yo'sin ep sovuq qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Asılki seri qaruğa esip koydum. Ma kichik umri 19 koy. Kirasaksiz. Ma oturanchisi 29 koy. Ma eng cho'ng tug'uni 59 koy. Bir Şinjan içinde kirasaksiz. Malını setib olgandan keyin pengnuchiga yishadan yak setib oldim deb yozib qo'ysangiz 3 kun ichida mal qo'lingizga tegib bo'ldi.